Assalomu alaykum obunachilar, sog' salomatmisizlar? Videoni oxirigacha ko'ring, albatta siz uchun manfaatli bo'ladi. Sizda ozgina pulingiz bor, bozordan buzoq olib foyda ko'rmoqchisiz, kuzgacha boqib. E'tibor bering buzoqlarning tishiga. Agar yemlab to'ydi sezoniga sotsangiz, sizga yem-yemishdan tashqari mehnat haqingizga yaxshigina foyda qoladi. Kuzga to'y sezonida yemlangan semiz tanalar yaxshi xaridorgir bo'ladi. E'tibor berish kerak, buzoq olishda yemlamoqchi bo'lsangiz, uzun bo'lsin. Kalta boqqaloq bo'lish kerak emas. Iloji boricha uzun buzoq bo'lsa, yemlasangiz katta bo'lib ko'rinadi. Agar kaltacha buzoqlar bo'lsa, bo'yi o'ssa ham u kalta boqqaloq bo'ladi. Qancha semirtirsangiz ham, go'shi ko'p bo'lsa ham, ichi yog' bosib ketsa ham, ko'rinishidan kichik ko'rinadi. E'tibor bering, oyoqlari baquvvat, tishlari yosh bo'lsin. Mana bunday kalta boqqaloq buzoqlar bo'lmaydi. Uzun buzoq bo'lishi kerak. O'shanda siz yemlasangiz ham katta bo'lib ko'rinadi va xaridori ko'p bo'ladi.